Apa bugün nimadan boshlab o'qiysiz? Bugün ko'ylak tikib boqay endi. Ko'ylaklar tuman deydi. Bu ko'ylaklarga Mixail uzoq qoldi mushtaqda. O'sha Qo'yansandan nihoyatim chiroyli bir ochimiz, Magnaxon ismli bir ochimiz. Akepkendoq bir ko'ylak, jildga chopon degandek. Yetliq tikib berayamdi. Qo'yansan taraflarga o'tib boqqani endi, ha. Qo'yansandan jiq keldi-ku. Ha. Endi bu ochimiznikini tikib beray. Ejma apa bu bir yitolarni bitkisi ketdingizmi? Biz ketdim. Bir ko'ylak, bir chopon, jildga mana malanchu. Chopon jild chiqib kiyibdi, bu o'xshashroqni. Aha, bir chopon, bir jildga. Shu hammasi bir odamniki. Shu otash yurti deb qo'ymizmi Qo'yansan? Qo'yansanlik chiroyli ochlarimizniki. Qo'yansanlik do'stlarimiz jiq jo'latdi bilan, ha? Aha, jim kiydi bu ochlarimiz. Mana Magnaxon ismli chiroyli ocha ko'ylaklar bitgetdi. Do'yindim ko'rib. Kötü kötüpsiz. Avaslar bo'ldi. Acaba kötüde xav ekandiq bu, Norkida xav deb. Ele qo'yaymi ayayga? Ha. Davomliq bizni esingizda bo'ldi. Uni ilyapti.